Bugun hamsa sizlar burun ko'rib baxmagan ustida o'xshitib titrab turadigan sho'rpalar eqib turadigan Peterman setimiz saykaus bilan boshlandi. Mana yomran kichik saykausni tanlab akirimiz. Buning urug'lari uncha jiq bo'lmaydi. Anda pakiz aqlagandan keyin ichitishini qo'shiblar biraqlabishda to'g'raymiz. Urug'ini ayirishning hojati yo'q. To'g'rab bo'lib go'shtning ustiga to'kiblar titqlan silishga boshlaymiz. Titqini cho'qimish kavni ustiga solamiz. Agar go'shtga solsak tekshi aralashmay qoldi, qomlashib oladi. Tartib bo'yicha oqmush, qarmush, zira, tuzlarni titratgandan keyin ozroq suvni quyib, buni tekshi aralashtirib obdan qiyma tayyorlab olamiz. Ondan cho'rsini nipil o'tirni qiynaroq qilib ochgan jildimiz bilan buni tugib 23 minut pishirsak bo'ldi. Saykausi go'shtning sho'rpining ta'mlari singib titqilar bilan qo'shilib ajoyib payzi bir ta'm bo'ladiki, butunlay Petermanning ganjo'siya saykausiningki g'ayr ta'mi chiqib qolmaydi. Buningga shunda o'xshabdi qaranglar sho'rpilar eqib titrab turdi ximir shunda nipiz ishimizni kutamay yavatdiq. Sizmi oilada cho'qim bir qitim sinab beqib ham yoqtirgan bo'lsangiz yuraklarni besib inkas rayonida gullarni avatib qo'ying.